Assalomu alaykum hammaga. Kelinglar, bugun mana bu qosh bo'yoqlar bilan qoshimizni bo'yaymiz. Bo'yab ko'rsataman. Bu qo'shimcha qo'shiladigan narsasi, qo'shishingiz mumkin. Xuddi mana shunday miqdorda keyingi mana bundan tushuncha solamiz. Ikkalasi bir xil miqdorda solinadi. O'tgan safargi videolarimda ko'rsatgan Vegan Expert bo'yoqlar asosan soch tiki bu, lekin qoshni asosan qosh tiki bu. Hozir qora rangidan bo'yab ko'ramiz. Mayli, buni aralash qilamiz. Qop-qora bo'lib ketib yana. Ipda qosh bo'yash usulini qo'yishdan oldin rosa o'yladim-da. Oddiy narsa-ku, odamlar qiziqadimikan, yo'qmikan deb tavakkal qilib qo'yishga qaror qildim. Qo'yganimdan keyin bunchalik ko'p odam bu narsa haqida bilmasligini men bilmagandim. Ko'pchilikka bu qilgan video roliklarim foydali bo'lyapti. Foydali bo'lganidan juda ham xursandman. Endi bemalol salonga chiqmasam, meni videolarimni ko'rib bemalol salonchilik ham o'rgansangiz bo'ladi. Men hozir qoshni bo'yab bo'lgandan keyin ipda qosh terishni, ipda qanday ushlashlarini o'rgataman. Meni kuzatib turing. Mana bo'yab bo'ldik, tayyorlab bo'ldik. Endi bo'yaymiz. Qoshim top-toza, hech narsa yo'q qoshimda. Videolarimni to'liq ko'ring. Aytib o'tgan narsamni ham bir xillar o'tkazib ko'rishadi-da, savol berishadi. Lekin o'sha haqida gapirib o'tgan bo'laman. Bu qosh bo'yoqni ham men aytganman. Bir hafta turishi mumkin, undan ko'p turmaydi. Qoshda tolasi qorayib turishi mumkin. Qosh tolasiga ko'proq ishlov beradi bu deganman. Bitta anaqamiz yozibdi obunachimiz. To'g'ri maslahat beringlar, bu turmaydi-ku, yo'q deb yozibdi. Aytganman, lekin bu gapni o'tgan safargi videomda to'liq ko'rganlar biladi. O'shaning uchun videomni to'liq kuzating, o'tkazib ko'rib aytgan gaplarimni o'zimga qaytadan ko'rmasdan savol beryapsiz. O'shaning uchun videoni to'liq ko'rsangiz hamma narsani tushunib olasiz. Qo'lim judayam ipda bo'yashga o'rganib qolgan. Hozir buni qo'yib olamiz-da, ipda bo'yaymiz. Ko'rishingiz mumkin. Bitta qoshimiz tayyor. Ikkinchisini bo'yaymiz endi.
Qoshimizni bo'yab oldik. Yaxshilab dum qismlariga qolgan qo'sh bo'yog'imizni qo'yib chiqamiz. Ikkalasini oldini bir xil qilib o'chirib olamiz. Xo'sh, bizda qosh terishda bunaqa qilardik. Og'zimizga solamiz uchini, bitta uchini. Tishimiz bilan tishlaymiz. Mana. Bitta qo'limiz bilan qilib olamiz. Mana. Ushlaymizda o'raymiz. Bu qo'limizga. Biz o'qigan vaqtimiz endi boshidan noldan sizga odam berib qo'ymaydi-ku ustozingiz. Terishingiz uchun qo'lingizda o'rgatib olasiz. Mana shunaqa keyin yozda o'qiganman-da. Avgust oyida o'qigan. Iyulni oxiri avgust boshida o'qiganman. O'shanda yozda hammamiz endi losina kiyamiz. Ba'zida ko'ylakda o'zini kiyamiz-ku. Sonimizgacha ochib olardik-da ko'ylagimizni. Keyin son qismimizda tuklarimizni, bir-birimiz qo'limizda tuklar terardik o'shanda. O'zingizni tukingizni terganingizda og'riq qay darajadaligini his qilishingiz kerak. Krent bilan ishlaganingizda unga sekinroq, yengilroq ishlashga harakat qilasiz. Misol uchun ko'pchilik krentlarim keladi, to'g'risi terganingiz bilinmadi, yengil qo'lingiz deb aytishadi-da. O'shaning uchun har doim o'zingizda sinab ko'ring. O'tirasiz-da, mana terasiz. Bu ko'ylagingiz kuchukchalarga bo'ladi-ku, baribir mana. Teraverasiz. Ovozini eshityapsizmi? Mana buni tepaga ko'tarasiz, buni ochasiz, tortasiz. Birinchi qo'lingizni sinab o'rgatib oling. Keyin aytganimdek, yo ko'ylagingiz ustidan kuchukchalarni yurishga harakat qiling. O'sha qo'lingiz o'rgangandan keyin o'sha o'tirib, shu ko'ylagingizni ko'tarib, mana shu yerdagi tuklaringizni terib, mashq qilib ko'rishingiz mumkin. Yoki uyda opa-singlingiz bo'lsa, qo'lidagi tuklarini terishingiz mumkin. Mana misol uchun, hozir mana shunday terganda hammani qo'li har xilchada. Bir xil mana shunaqani teradi, ikkinchi qo'liga o'tkazib ham qila oladi. Men bitta qo'lda ishlayman-da. Bitta qo'lga qilib olaman. Bitta qo'lga qilib olaman-da, bitta qosh bu yoqqa qarab o'sgan qoshni bunaqasiga terib olgandan keyin bu tarafni bunaqasiga teraman. Boshdan ko'rsam, og'zingizga solasiz uchini. Mana olib kelasizdan ikkita qo'l ushlaysiz, aylantirasiz. Ishda barmoq siqasiz. Ip bilan bir chiziq qilib qo'yaverasiz, tortasiz. Ipni chiziq qilib qo'yaverasiz, tortasiz. Chiziq qilib qo'yaverasiz, tortasiz. Bitta chiziqda oladi. Adashmaysiz. Ko'pchilik uzib olishadi-da. Bunaqani bizga o'rgatmagan ustozim. To'g'risi bunaqa terishda bilmayman. Kimdirlar pinsepda, kimdirlar mana bunaqa usulda teradi. Buni men palaparchi teradi deb o'ylayman. Endi o'zim terib ko'rmaganim uchun palaparchi teradi deb o'ylayman. Boyagida bitta chiziqda shunday olib borasiz, tortasiz. Tortganingizda bitta o'sha qatordagi tukni oladi. Unda bilmadim, endi bunaqa terishni bilmayman to'g'risi. O'zimning uslubim boyaginaqa usul. O'shanaqa qilib terib, birinchi o'rinda qo'lingizni o'rgatib olasiz. Videoni qayta-qayta ko'rib, qanday qilgan bo'lsa, o'shanaqa qilib o'rgatib olsangiz, avval shu mana ko'ylagingizni ustki qismidagi tuklarni tersangiz bo'ladi, andan kuchukcha bo'lganlarni tersangiz bo'ladi. Undan keyin ko'ylagingizni ko'tarib, tuklaringizni tersangiz, o'zingizda og'riqni his qilasiz. Og'riqni his qilganingizdan keyin klient bilan ishlashga, yengilroq ishlashga harakat qilasiz klient bilan. Shtob ular
Negaki ular og'riqni kuchli sezmasligi kerak. Agar og'riqni sezib, qimirlab, boshqa qilib turadigan bo'lsa, qoshingiz o'yiladi. O'yilgan qism bilasiz, chiqishi judayam qiyin bo'ladi qosh o'yilgandan keyin. O'shaning uchun birinchi o'rinda o'zingizga foydalaning. Nima olsangiz ham, qosh bo'yog'i olasizmi, qosh terasizmi, birinchi o'rinda o'zingizda sinab ko'ring. Ana undan keyin klient bilan ishlasangiz bo'ladi. Men hamma narsani birinchi o'rinda o'zimda sinayman, olib kelaman, srogiga qarayman. Olishdan oldin baribir srogiga qaraysiz. Uyga kelgandan keyin birinchi o'rinda o'zimda foydalanaman. Qancha vaqt tursa, o'shanga qarab klientga tavsiya qilaman bu narsani. Hozir mana men olgan narsam ham 1 oylik deyilgan, lekin oldingisida qo'ydim, kamroq turdi. Endi buni ko'ramiz hozir. Bo'yab qo'yganimga mana 15 minutdan oshdi. O'chiramiz. Keyin birgalikda makiyaj qilamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Ikkinchisini biroz kutamiz. Chunki ikkalasi bunisi ochib qolishi mumkin. Darrov o'chiradigan bo'lsak. Ko'ryaptimi? Qora bilan jigarrang aralashgan rangi. Bunda o'tgan safargi begim bilan ekspertda bo'yaganimizda o'chirganingizdan keyin ham rangi o'zgaradi. To'qlashishi mumkin. Lekin bunaqa emas. Mana shu holatda o'chirdim, shu holatda qoladi. Boshqacha rang bo'lib, to'qlashib, ocharib ketmaydi. To'g'risi, yoz fasli uchun bu judayam qulay narsa. Chunki o'chib ketmaydi. Terlaganingizda, ko'chaga chiqqaningizda makiyajingiz oqqan taqdirda ham qoshingiz turadi. Ko'pchilikda qoshlari ola-burla, bo'yagan bo'yog'ini orasida ter oqadi-ku, ko'pchilik bilmasdan artvoradi. Peshanalarni artgan vaqtda qosh ham artilib ketadi. O'shaning hisobiga bundan o'rganib olsangiz judayam qulay yoz fasli uchun. 5 mahal tahorat olaman deganlar uchun ham bu yaxshi narsa. Chunki har tahorat olgandan keyin qoshini bo'yab, misol uchun qoshi juda ham siyraklar bo'ladi, menikiga o'xshab. Sirazi keyin baribir qosh bo'yashga, boshqa qilishga ko'pchilikda vaqti bo'lmaydi. O'shaning uchun bu narsani o'rganib olsangiz, to'g'risi bu narsa tahorat o'tkazadimi yo'qmi bilmadim-ku, tahorat o'tkazmaydigan narsalar ko'p, misol uchun nima bo'lishi mumkin? Lak bo'ladi, boya kiprik ektirganimizda kiprik kley bilan ishlaymiz-ku, baribir ozgina bo'lsa ham kiprigimiz yopiladi-da. Lekin bunda bilmadim. To'g'risi, qoshimiz ochiq turadi o'z holatida. Qoshni qoplab oladigan darajada ustida kley bir narsasi yo'q. Hozir to'g'risi narsa haqida to'g'ri ma'lumot bera olmayman. Tahorat o'tkazadi deyilgan, lekin bu o'tkazadimi, o'tkazmaydimi, unisini to'g'risi bilmayman. Ikkinchi qoshimizni o'chirib olamiz. Ikkinchi qoshimiz. Ko'rishingiz mumkin. Tiniq, chiroyli chiqdi. Tiniq chiqdi.